siz meni qoplonimsiz. Men sizni mushukchangizman. Miau. Ey mushuk, ro'molchangni berib tur, burnim oqyapti. Burningni sarishta qilib yursang o'lasanmi? May yo'qol, gaplashishga qo'y. Alo. Yoshligimdan beri shunaqa shirin so'zman. Hech kimga qattiq gapira olmayman. Ey shirin so'z, bitta piyoz archib et. Hozir piyozni to'g'rab tashlayman. Yo'qoldi, asabimga tegmama. Biram yuvvoshmanki. Qarindoshlarimdan kimnaqa muloyimsan dedi, men bilmasam deyman. Ey muloyim, bitta issiq paypoq bergin, sovqotib ketaman. Jo'ning chiqsin shu xalaq bu yerda shu gaplashishga. O, bular ham bir nafas oldi. Ma kasal. Endi biz nafas ola olmaymiz. Yo'qoldan bo'l. Alo, eshityapsizmi? Judayam mehribonman. Insoniyligim kuchli. Hamma narsani bosiqlik bilan hal qilaman. Ko'rpa olib kelib bergin. Paypog'im isitmadi, sovqotib ketyapman. Hozir 2 minut choyga gaz qo'ygandim. Bu yoqqa yurda. Yur, chigirtka. Menga qara. Ma, ro'molcha, naski, piyoz. Mashhur payam senga. Bu ham senga. Yo'qol. Opa, bu nima? Bu Germaniyada ishlab chiqarilgan Supragen immuno. Shamollashni oldini oladi. 3 taraflama himoya qiladi. D, C va zink vitaminlari bor. Immunitetni ko'taradi. Ma, yo'qol. Как раз shu kerak edi. Rahmat. Opa, Ha, opala men jonimga tekkiringa tashlab ber. Opa deysan, nima deysan? Tasqara. Haligi telefonni zaryadkaga qo'yib chiqib ketgan ekansan. Yigiting telefon qilib qoldi. Kutib qolmasin deb ko'tarib olib keldim. labbay qoplonim. Yo'qolaymi? Hammani. Bu yoqqa keldi.